taraqqiyotdan qoldirayotgan, xalqni bugun Rossiyada migrant bo'lib yurishi, xalqni ayollarini bugun fohishalik qilib yurishini asli ildizi sababchisi mana shu. Va bizni xalqimizni bugun xalqimiz birlashmaydi degan gap o'zi yolg'on. Bizni xalqimizni birlashmasligini sababchilari ham shu. 100 yildan beri bular mana shu xalqimiz birlashmagani uchun, birlashmasligi uchun har qanaqa fitnalarni qilib keladi. Hali mamlaqa millat oydinlarini g'arb moliyalashtiradi degan fisqi fasodlar tarqatadi. Men oddiy aytaman, oldin ham aytdim. Chiqyapti, unisi gaplashaman deydi, bunisi gaplashaman deydi. Chaqirsang gaplasha olmaydi. Dalil ko'rsatsin gapiga. Mana jadidlarni otib tashashgan, g'arb moliyalashtirgan deb. Bugungacha isbotlanmadi shu. Lekin bugun oqlandi jadidlar. Lekin bugungilarni hali ham o'sha gap. G'arb moliyalashtiradi, Amerika moliyalashtiradi. Ko'rsat Amerika moliyalashtirishini, daliling bo'lsa. O'zbekistonning mana xavfsizlik xizmati bu porno tarqatib yuradigan, muxoliflar nomidan fake akkauntlar yuritadigan idora bo'lmasligi kerak. Bular ko'rsatish kerak. Masalan, Amerika xavfsizlik xizmatlari chiqib hisobot beradi. Hatto o'sha Izrailning Masadi ham parlamentga chiqib rahbari hisobot beradi. Aytadi, mana bu idora mana bu joydan moliyalashtiradi. Biz masalan kimdir moliyalashtirgan bo'lsa, sanlarda dalil bo'lsa, men ochiqman. Men har doim o'zim aytaman. Bizani O'zbekistonni ichki ishlarini tashqaridan kimdir moliyalashtirishga men ham shaxsan qarshiman, boshqalar ham qarshi bu narsaga. Lekin sanlar shuni bizga to'nkayapsanmi? Ko'rsat dalilni. Marhamat qilib. Jadidlarni ham dalilsiz qamay yubordilar. Lekin o'sha nimani bizaga to'nkayapsan. Bugun sizlar ham mana shu yurtdoshlarimga so'ragan bo'lardim. Kimdir masalan chiqib bularni chet el moliyalashtiradi degan bo'lsa, dalil so'ra. Dalil ayta olmasa u fosiq deb. Chunki dinimizda ham shunaqa. Dalilsiz gapirgan odam fosiq bo'ladi. Men qancha gapirgan bo'lsam, mana bu landavurlar haqida gapirgan bo'lsam, doim dalil bilan gapirganman. Bugun ham mana qo'ygan kanallarni skrinshoti bilan qo'ydim yozganlarni, o'zini. Kirib o'sha kanallarni ko'rishlaringiz ham mumkin. Bularni saviyasi, darajasini. Masalan, o'sha nusxasini ko'rsatmasdan, dalilini ko'rsatmasdan bu yerda gapirayotganim yo'q. Hammasini dalil bilan ko'rsatdim. Va ikkinchi nima masala, bularni o'sha nima deydi? Har qanaqa fitna qilishi, odamlarni bo'lib yuborishi, o'zaro usullardan bittasi bu ayirmachilik, bu millatchilik. Misol uchun Rasul Kusherbayevni eslanglar, mana Rasul Kusherbayev chiqib xalqning e'tiboriga tushganda, uni qozoq deb ayirmachilik qilishni boshlashdi. Trollari, o'sha quloqlari, blogerlari qozoq bu deb uni xalqqa yomon ko'rsatishdi. Mana shu qozoq bu, qirg'iz bu, tojik bu, turkman bu deb gap tarqatish ham o'zi mana shu cheka tuzumining ishi. Shulardan chiqqan. Har qanaqasiga o'sha bo'lib tashlash. Mana shu uchun biz birlasha olmaymiz. Mana shu ifloslarni, mana shu pastkashliklari uchun biz birlasha olmadik shu paytgacha. Bular qo'ymay keldi. Lekin biz bugun bilishimiz kerak. Endi bugun men o'zim haqimda ham oldin gapirganman. Mana kecha Jahongir Muhammadning efirlarida ham bittasi yozibdi. Shunaqa yana bir ikkitasi gapirib chiqibdi. Bu tojik millatidan, bu o'zbek emas degan narsalarda. Kim mana shunaqa desa, shundoq kelsin, analiz topshiramiz genimizni. Qani kim bu millatga yaqinroq chiqadi? O'sha tojik deydiganlar, ifloslar, pastkashlar o'zini 7 avlodini kimligini bilmaydi, kimdan tarqaganini bilmaydi. U bir arman dashtnoq itargan kampirdan tug'ilganmi? O'zi bilmaydi. Lekin boshqalarni lo'chaplashga usta. Men masalan dalil bilan ko'rsatishim mumkin. Men o'zi tug'ilib o'sgan joyim G'ijdon, yoshiradigan joyim yo'q. Misol uchun o'sha ota-onam 7 avlodim G'ijdonlik. Va G'ijdonni ham o'sha eski shahar deydi, Qo'rg'on ko'cha. O'sha yerda hozirgacha o'sha katta bobomizning uyi o'sha yerda turibdi. Hozir ham bor. Biz azaliy nechta o'sha 7 avlodimizni o'sha amirlik davrida bo'lgan bobolarimizgacha yaxshi bilamiz. Kim bo'lgan, ismi nima bo'lgan, nima ish qilgan, hammasi haqida bizda ma'lumot bor. Va biz kerak bo'lsa dalil bilan keltirib beramiz. Kerak bo'lsa o'zi ham bu itlarni o'rganib bilgan, yaxshi biladi o'zi, kim qayerdan kelib chiqqanini. Va men ikkita bobomning nimasini ko'rsataman mana. Ota bobom Rahim ismi. Kattalari Shukur, undan kattalari Kamol. Bu
toza islomiy arabcha ismlar. Bu tojikcha ism emas, bu forscha ism emas. Rahim, Shukur, Kamol. Mana 3 ta ketgan bobom. Hech qanaqa tojikcha forscha ism emas bu. Qayerdan manbadan qidirsangiz ham. Toza arabcha, islomiy, o'zbeklar qo'yadigan ism. Marhamat qilib, mana bu ayirmachilar ki men birinchidan o'zim yoqtirmayman. Tojik, qozoq, qirg'iz, turkman degan ayirmachilikni men hammasini hurmat qilaman millatlarni. Hammasini bilan biz bugun birlashishimiz kerak deyman. Biz necha asrlar xohlaymizmi yo'qmi birga yashagan biz. Qaysidir urug' bo'lgan, Uyg'ur bo'lgan, Nayman bo'lgan, Qarluq bo'lgan, ammo yillar davomida biz bitta o'sha turkiy urug'ni avlodlari, davomchilarimiz. Katta bir urug'lar. O'shaning uchun men ayirmayman buni. Lekin mana bu ifloslar ayirmachilik maqsadida foydalanayotgan ekan, men mana bunga ham tayyorman. Qaysisi bo'lsa kelsa mana men bobolarimgacha ko'rsatdim. Xohlasa mana genetik analiz topshiramiz. Qani kim nima chiqadi? O'zi mana shu tojik bir nima deb yurganlarni agar tekshirsangiz, yo o'sha Uyrusdan tarqagan bo'ladi, yo o'sha arman dashnoqlaridan tarqagan bo'ladi. Mana shu narsalarni bugun do'stlarimiz bilish kerak. Fitnalarga aldanmang. Maqsadimiz birlashish. Bo'ldi, birlashishimiz kerak. Millatchilik, ayirmachilik bular yo'yadi. Bundan keyin har qanaqa bizani obro'sizlantiradigan narsalarni tashlayveradi internetlarda. Bundan aksincha xursand bo'lish kerak. Demakki, mana aytishdi-yu, bular sizlar chetdasizlar, hech narsa qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi dedi. Biz chetda bo'lsak, qo'limizdan hech narsa kelmasa, shuncha butun bir nimani tashlamasdi-yu bizga qarshi. Armiyasini. Butun ichki ishlar respublika bo'yicha ishlayapti hozir. Butun davlat xavfsizlik respublika bo'yicha ishlayapti. Hech kim bo'lsak e'tibor bermasdi. Demakki biz kuch biza. Demakki ular bizdan qo'rqishyapti. Mana shu tomondan xursand bo'lishimiz kerak. Ular bugun bizdan qo'rqyapti va ular bizdan qo'rqsin. Biz albatta birlashamiz. Biz xalqning siyosiy ongini ochamiz. Xalqni o'zini haqiqiy mustaqilligini, ozodligini o'ziga olib beramiz va mana bu xoin idoralarni yuzini, basharasini ochib beramiz. Kelajakda albatta mana bu sharafsiz idorani vakillari qilgan sharafsizliklari, bu xalqqa qarshi qilgan jinoyatlari uchun javob berish kerak. Xo'p, savollar qismiga o'tamiz. Uzoq saylab bo'lmaydi. Hamma sohani egallashdi. Qonun bilan qonunga tupurib qo'ydi. Uzoq saylab bo'lmaydi. Vaqti kelib Mirziyoyev quda qarindosh qizlardan qutulish kerak. Mirziyoyev ketadi. Joyiga boshqasini olib kelishadi. Ishonavering. Toki mana bu tuzilma, mana bu tuzum tugatilmaguncha. Bular o'sha Stalinni ham shular hokimiyatga olib kelgan. Stalindan keyingilarni ham shular hokimiyatga olib kelgan. Karimov g'irt kommunist edi. Hokimiyatga shular olib keldi. Boshqalar mana o'sha paytdagi muxoliflar, ular haqiqiy millatparvarlar bo'lgani uchun ularni qo'llamasdan o'sha sobiq kommunist o'zini qulini olib keldi hokimiyatga, ularni esa ta'qibga oldi. Ya'ni davlat ichida yashirin davlat bu tizim. Xavfsizlik tizimi bu. Davlat rahbarini ham olib keladi lavozimga. Biz konstitutsiyada saylanadi deb o'ylaymiz. Davlat rahbarini lavozimda o'tirishi ham bularning qo'lida. Vazirlar, boshqa kadrlarni ham mana shular o'tkazadi. Davlat ishda davlat o'rnatib olgan. Mana bu tuzilma tugatilmaguncha, ya'ni davlat xavfsizlik xizmati degan xoin idora nomini o'zgartirib emas, butunlay yopib yuborilib, bu idorada ishlaganlarning hammasi xalq dushmani deb e'lon qilinmaguncha Mirziyoyev ketadidan boshqasi yana shular olib keladi. Yana shular saylovni buzishga harakat qiladi, saylovni noqonuniy qilishga harakat qiladi, muxoliflarni quvg'in qilishga harakat qiladi, yo'l bermaslikka harakat qiladi. U quloq blogerlar chiqib olib, ichkarida ochsin bir nima deydi. Mana Xidirnazar Olaqulov 5 yildan beri ocha olmaydilar. Nima ishlarni qilib tashamadi ichkarida. O'sha abonchilar eslaysizlarmi? Xidirnazar Olaqulovning oldiga abonchilar borgan, dastur zayting, bir nima zayting deb. O'shalarni shuna yig'ingda qaysi biring boshqa partiyani nimasida qurultoyga borgansan? Har yilda 2 marta partiyalar qurultoy qiladi. Bir so'rangchi, qaysi biri boshqa partiya, 5 ta qo'g'irchoq partiya bor, budjetdan pul olib yotibdi, boqimandalar. Qaysi bir o'sha Xidirnazar Olaqulov partiyasiga o'zini fidoyi vatanparvar qilib borgan o'sha abonchi, mana bu 5 ta partiyani qurultoy